ko'rsatuvi. Endi O'zbekistonda ruxsatsiz diniy ta'lim berganlar qamalishi mumkin. Prezident tomonidan imzolangan qonunga muvofiq Jinoyat kodeksining 229.2 moddasiga o'zgartirish kiritilib, maxsus diniy ma'lumotsiz diniy tashkilotning markaziy boshqaruv organidan ruxsatsiz yoki xususiy tartibda diniy ta'lim berish jinoyat deb belgilandi. Bunday harakatlar uchun 50 dan 100 bazaviy hisoblash miqdorigacha jarima, 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari, 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari, 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Hozirgi kunda fuqarolarga, shu jumladan voyaga yetmaganlarga diniy ta'limotlarni o'rgatish tartibini buzish bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravaridan 10 baravarigacha miqdorda jarima solishga yoki 15 sutkagacha qamoqqa olishga sabab bo'ladi. Qur'onni o'rgatishga, muallim sonini o'rgatishga ruxsat bermasa-yu, Imom Buxoriyni chiqaramiz desa, u kazzob bo'ladi. U buyuk zotlar 7 yoshida, 9, 10, uzog'i 12 yoshida hofiz bo'lishgan. Ya'ni hofizi Qur'on bo'lishgan. Hozir 18 yoshgacha diniy ta'lim olishni taqiqlab qo'yishyapti. Ba'zi yollanma doktorlar bizda diniy islohotlar bo'lyapti deb jar solib yotishibdi. Mana masjidlarni ochib qo'yilgan, namozimizni o'qiyapmiz, kitoblarni yozib bostirib chiqaryapmiz deyishyapti. Mana shunaqa deb odamlarni aldashyapti. Ha, masjidni ochib qo'ysang-u, uni oldiga milisalarni to'kib qo'ysang, kim boradi masjidga? Jamiyatda sun'iy ishsizlikni va sun'iy qashshoqlikni rivojlantirib qo'yib, odamlarni faqat tirikchilik bilan mashg'ul qilib qo'yib, o'zingcha ilmiy kitoblarni tarjima qilib odamlarga sotib, mana ilm tarqatyapmiz deyishliging naqadar mantiqqa to'g'ri keladi. U odamlar u kitoblaringni qayerdan o'qishsin? O'qishga ularda qayerdan vaqt bo'lsin? Bu sotib olgan bo'lishlari mumkin chet ellarda ishlab kelgan pullariga. Bu degani ular o'qiyapti degani emas. Bismillahirrohmanirrohim. Kasalni davolashdagi eng birinchi omil nima? Tashxisni to'g'ri qo'yish. Kasalni asli qayerda ekanligini aniqlash. Shundagina qilinadigan muolaja foyda berishi mumkin. Masalan, bosh og'rig'ini har xil sabablari bo'ladi. Insonni boshqa biror a'zosida kasallik bo'lsa, u boshga og'riq beradi. Siz boshingiz og'rib doktorga borsangizda, doktor sizni bosh og'rig'ingizni asl sababini ko'rmasdan bosh og'rig'ini qoldiradigan dorisini bersa nima bo'ladi? Dori ichganingizda ozgina sog'aygandek bo'ladi, lekin biroz o'tib yana o'z holiga qaytib yana og'rishni boshlaydi. Yana ichasiz, yana qaytadi. Shunaqa qilib yuraverasiz. Oxir oqibat kasallik kuchayib halok bo'lishingiz mumkin. Endi bu doktor kasalni agar aslini bilmasa, u doktor bo'lmaydi. Lekin bilib turib davolamayotgan bo'lsa, u xoin bo'ladi. Xuddi shunday hamma sohada muammoni aslini topib isloh qilinsa, muammoni natijasi bilan kurashmaydi. Oson va samarali yechim qilish mumkin. Muammoni natijasi bilan kurashsangiz, hal bo'lmasdan boshqa yana muammolar kelib chiqaveradi. Musulmonlarga masalan, sof islom dinini ta'limini olmasdan, tavhid, aqida va boshqa ilmlarni ta'lim bermasdan turib, jamiyatni isloh qilib bo'lmaydi. Shirkni targ'ib qilsa-yu, qabrga sig'inish, yordamni o'lganlardan so'rash, har xil pirlarga qon chiqarish, pirdan qo'l olish va hokazo shunaqa narsalarni o'rgatsa-yu, keyin sof islomiy jamiyatni umid qilsa, bu qanday bo'lsin? Uni aslidan buzilyapti-yu. Unaqa jamiyat hech qachon rivojlanmaydi. Davlatni islomiy desangiz ham, u yerda buzg'unchiliklar rivojlanaveradi. Zino qilish, sudxo'rlik, aroqxo'rlik, odam o'ldirish ko'paysa ko'payadi, kamaymaydi. Sababi aslida zulm bor. Allohga zulm bor. Ya'ni shirk bor. Buni aqlli odam tushunishi kerak. Muammoni aslini ko'ra bilish kerak. U doktor sizni xiyonat qilib aldayapti yoki asli mol doktor, uni bilish kerak. Uning uchun nima qilish kerak? Haqiqiy kitob va sunnatni biladigan doktorlardan so'rash kerak. Siz aldanyapsizmi yoki muammoni asli topilgan-u, ozroq sabr qilishingiz kerakmi? Sizga aytib beradi. Bir muammoni hal qilyapmiz desa agar, rost bo'lsa u muammo bartaraf bo'lishi kerak. Agar bartaraf bo'lmayotgan bo'lsa, aksincha ko'payayotgan bo'lsa, sizni aldayotgan bo'ladi. Masalan, biz Imom Buxoriyni avlodimiz, Termiziylarni avlodimiz, biz yana shunaqa yetuk insonlarni yetishtirib chiqarishimiz kerak desa-yu, diniy ta'limni taqiqlab qo'ysa, maktablarda tugul uyingizda farzandingizga o'rgatsangiz, jinoyatchi qilib qamashsa, ular gaplarida sodiq odamlar bo'lmaydi. Oddiy Qur'onni o'rgatishga, muallim sonini o'rgatishga ruxsat bermasa-yu, Imom Buxoriyni chiqaramiz desa, u kazzob bo'ladi.
U buyuk zotlar 7 yoshida, 9, 10, uzog'i 12 yoshida hofiz bo'lishgan. Ya'ni hofizi Qur'on bo'lishgan. Hozir 18 yoshgacha diniy ta'lim olishni taqiqlab qo'yishyapti. Ba'zi yollanma doktorlar bizda diniy islohotlar bo'lyapti deb jar solib yotishibdi. Mana masjidlarni ochib qo'yilgan, namozimizni o'qiyapmiz, kitoblarni yozib bostirib chiqaryapmiz deyishyapti. Mana shunaqa deb odamlarni aldashyapti. Ha, masjidni ochib qo'ysang-u, uni oldiga milisalarni to'kib qo'ysang, kim boradi masjidga? Jamiyatda sun'iy ishsizlikni va sun'iy qashshoqlikni rivojlantirib qo'yib, odamlarni faqat tirikchilik bilan mashg'ul qilib qo'yib, o'zingcha ilmiy kitoblarni tarjima qilib odamlarga sotib, mana ilm tarqatyapmiz deyishliging naqadar mantiqqa to'g'ri keladi. U odamlar u kitoblaringni qayerdan o'qishsin? O'qishga ularda qayerdan vaqt bo'lsin? Bu sotib olgan bo'lishlari mumkin chet ellarda ishlab kelgan pullariga. Bu degani ular o'qiyapti degani emas. Chunki ular ilmiy kitob ekan deb qiziqib, seni aldovingga ishonib, ya'ni o'qishlarini xohlab sotib olishgan. Lekin ularda uni o'qishga imkoniyat yo'q. Ya'ni vaqt yo'q. Ular yana qaytib o'sha uzoq yurtlarga ketish kerak. Tirikchilik qilib bola chaqasini boqishlik uchun. Bu narsalarni hammasi maxsus qilinayotganini odamlar tushunishlari kerak. Ular haqiqatdan maqsadlari ilm yoyish bo'lganida o'qishlari uchun imkoniyat qilib bergan bo'lardi. O'zlarini yurtida ishlab ham ilm oladigan sharoit qilib bergan bo'lishardi. Chunki bunga imkoniyatlar aslida juda yetarli. Lekin mutlaqo teskarisi. Nafaqat diniy, balki dunyoviy bilimlarda ham savodsiz qilinayotganligi ochiq-oydin ravshan bo'lib turibdi. Buni o'zlarini ichidagi mutaxassislar o'zlari tan olib aytishyapti. Ba'zilari bu ta'lim tizimi chet davlatlarga mardikor yetishtirib chiqaryapti desa, ba'zilar yo'q, mardikor ham yetishtirib chiqarmayapti. Bular faqatgina 17 ga kirgan odamni yetishtiryapti deb o'zlari tan olib turibdi. Chunki ta'lim, rivojlanish, islohot degandan keyin u gaplarning samarasi ko'rinish kerak. Buni misoli shunga o'xshaydi. Bir birodar o'zi haqida aytib berganida, aytadiki, kichkinaligimda zehnim juda zo'r edi. Maktabda yaxshi o'qirdim. Buni ko'rib dadam aytardiki, seni o'qitaman, yurist qilaman, sendan chiqadi derdi. Aytadiki, sharoitimiz o'rtahol. Shuning uchun dadam seni har qanaqa sharoitda o'qitaman, choponimni sotib bo'lsa ham o'qitaman derdi. Lekin maktabga borishga gohida oyoq kiyimim yo'q, bora olmas edim. Borsam ham yo daftarim yo'q bo'lardi, yo ruchkam, yo kitobim yo'q bo'lardi. Sharoit yo'qligidan o'qiy olmas edim. Agarchi zehnim bo'lsa ham. Bu yo'qchilik qashshoqchilikdan emas edi. Dadam ko'p ichardi. Topganini ko'chada ulfatlar bilan ichib yo'q qilardi va biz keyin oyoq kiyimsiz, kiyimlarsiz, daftar ruchkasiz qolib maktabga bora olmasdik. Xullas, o'zimni ham o'qishdan hafsalam sovigan edi. Biror kasb o'rganay desam, dadam yo'q, sen o'qishing kerak deb hunarga ham bermagan. Shu bilan maktabni ham bitirdik. O'qishga kirish qayerda sharoit battar og'irlashgan. Shu holatda ulg'aydim. Keyin Alloh taolo tavfiq berib hidoyatga kelib qoldim. Endi dadam aytadi, meni sendan umidlarim qancha edi, o'qimading, umidlarimni puchqa chiqarding deb o'zimni aybdor qiladi deydi. Xuddi shunday hozirgi da'volar ham. Bu yerda kasallikni asli odamlar yomon bo'lib ketganligi, dinni, ibodatlarini tashlab qo'ygani emas, balki yuqoridagi doktorlar kasalni aslini yashirib, bosh og'rig'iga dori berayotganligi. Odamlarni Robbisini tanimasdan faqat tirikchilik uchun yashab, qorinlari uchun yurganligi, dinni o'rganishlik kerakligini, ibodat qilishlik kerakligini bilishsa ham, mana bu sun'iy ushlab turilgan qashshoqlikni oqibatidan o'rganishga imkoniyat bo'lmay yurganligi, bularning hammasining sababi aldov ekanligidir. Agar ular gaplarida sodiq bo'lishsa, odamlarga sharoit qilib berishlari kerak edi. Odamlarga ham zarur emas, yurtini, bola chaqasini tashlab, uzoq yurtlarda sarson bo'lib ishlab yurish. Qani ular ham uyida bola chaqasini bag'rida dinini o'rganib, farzandlariga o'rgatib, ibodatlarini qilib yurishsa. Mo'min odamga shu kerak. Mo'min odam bu hayotda yashash uchun tirikchilik qilib yurishga hech qachon rozi bo'lmaydi. Oxiratini o'ylaydi. Farzandlarini ilmli qilib tarbiyalashni xohlaydi. Farzandlarini qoriya bo'lib, qiyomatda boshlariga toj kiydirishini xohlashadi. Lekin hukumat mana bunday qonunlarni chiqarib, diniy ta'limlarni taqiqlab qo'yayotgan bo'lsa, bunga sabab ular shunchaki Allohning dinini yomon ko'rganligi. Zalika bi annahum karihu ma anzalalloh. Chunki musulmon dinini ta'lim olsa, hech qanaqa xatarli joyi yo'q. Bo'lib ham Qur'onni o'rgatsa,
u Qur'onni yodlagan odamdan hech qanaqa yomonlik chiqmaydi. Chunki u shunchaki yodlab qo'yadi. Hech narsani tushunmaydi. U haq huquqlarini talab qilib, hukumatga muammo bo'lishi uchun u arab tilini o'rganish kerak. Ya'ni Qur'onni ma'nosini tushunish kerak. Nimagaki Qur'on haqiqatdan insonlarning haq huquqlarini to'liq tushuntirib qo'ygan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bolalarni 7 yoshdan namozga o'rgatishga buyurgan. Endi diniy idora va boshqa demokratiyamiz bizga dinimizning asoslariga amal qilishga ruxsat bergan deb o'zlari ham ishonmaydigan gaplarni aytib yurganlar tushuntirsin hukumatiga. Bu qonunni joriy qilishsa, musulmonlar dinlarining asosi bo'lgan namozini ham o'qiy olmay qolishligini tushuntirishsin. Chunki Qur'on o'qimasdan namoz o'qib bo'lmaydi deysin. Subhanalloh. Bu Allohning diniga qarshi kurashayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Va u musulmon xalqini boshidan bu zolimlarni ko'tarsin. Musulmonlarni izzatga qaytarsin. Chunki Alloh taolo bu narsalarga qodir bo'lgan zotdir. Alloh taoloni nurini og'izlari bilan o'chirishlikni xohlashadi. Va Alloh taolo o'zining nurini to'liq qiluvchidir, agarchi kofirlar yomon